Assalomu alaykum. Baxtiyor o'z kanalining obunachilari hammalariga xayrli kech tilab qolamiz. Video qo'ymay qolganimiz sababi akalar ozgina uzunlik ishlar chiqib qolib akalar yig'tirib qo'ydik. Xudo xolasa bugundan mana boshladik. Bu mollarimizni qarang. Kecha payt Instagramga mana shu mollarni post qilib qo'ydik. Qorong'ilarda oldik. Mana xudo xolasa bugun yorug'larida chiroyli qilib olib berib ko'rsatamiz hammalaringga. Egalari chiqsalar, xudo xolasa nechta tuqqan, necha litr sut beryapti, bo'yi necha, hammalarga aytib o'tamiz. Mana yeyishlari mana hamma joyida. Olgan odamga deyaptilar aka. 7 kunga sinaqdan beramiz, yeb ishlari joyida. Ishlar joyida. Bexijolat, xudo xolasa pulini kelishsa yap, bo'ldi deyaptilar. Bu bollarimiz o'z akalar. Bollari ham bor. Bollarni ham xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Bular qarang. Hamma yo'l cho'tki, xudo xolasa bexijolat ko'rsatib o'tamiz akalar. Yeyishlarini qarang bular, yeyishlarini. Xudo xolasa bexijolat kelib so'rab yoqqanini tanlab olib ketaverasizlar. Qarang, yalaveryapti, qarang, yalaveryapti. Jonivor, joningga shu. Bunaqa yemxo'r nima, sho'ra deydimi? Mol bushlar tilida. Hech ketib topolmasa seri bunchalik mollarni. Chakka deymiz bir novvoscha ekan. Menimcha bu 4 oylik, 5 oylik bo'ldimikin deb o'ylayapman. Ya'ni mana bu mol bushlasmanu salpal aqlim yetadi. Mana bir qator orqalarini bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar. Videomiz bir rivoji uchun like bosib o'tishlaringizni, obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Xudo xolasa ishimiz shu kerak ketsa, xudo xolasa biz ham sizlarni qo'llab-quvvatlab qo'limizga kelgancha hammalaringga yordam beramiz. Rollarni ko'rsatamiz. Hozir kam kelyaptilar, hozir kamdan hozir akalarni so'rab o'tamiz. Qarang, mollar qarang, bir chiroyli bir peripelgalik tanlab olinganga o'xshaydi. Mollarim bo'zaychalar, mana bo'zaychalar. Mana shu turganlarda, mana shu suvjon mollarning hammasi bolasi. Aytavering aka. Ha, birinchidan bolasi, ikkinchi turgan novvoscha, ikkinchisi aka. Ha, birinchi turgan bolasi, ikkinchidan bolasi. Kana bir qator aytaman. Birinchida turgan bo'zaycha, ikkinchi turgan bolamiz bolasi. Ikkinchi turgan ola bo'zaycha, birinchi turgan molimiz, yigirimiz bolasi ekan. O'zlariga boramiz hozir akalar. Bunda ko'rsatib o'tib qo'yarlar. Kelavering, kelavering. Ana. Mollarimiz bir chiroyli qarang. Yeb ishlari joyida. Xudo xolasa parod qilmaydi. Ishonaman sizga. Egalari ham shu ertaman chiqishyapti, kech payt 9:30-10 kirib ketishadi. Bu bo'la. Egizak, buni qo'shib qo'yilgan, radnoyda qolib ketgan. Egizak. Uchinchisi, ha. Voy. Mana ikkala bo'zaycha, buni bolasi. Ha? Bo'ldi aka. Bu radnoy egizak, bitta novoz, bitta xonaji. Novoz, bitta xonaji. To'rtinchidan bolasi. Bitta novoz, bitta xonaji. Ha? Narigilarchi aka? Buniki o'g'li novozchi. Chekkali novozcha, olani bolasi. Ha? Birinchi tug'ish bu. Birinchi tug'ishi. Nari chekkadagi aka. Ketyaptilar akalar. Buniki o'g'li gibrid novoz. Gibrid novozcha buniki. Ha, yaxshi. Bu tishlari bir qator. Ha, bu 6 kurak. Ha? Ana 3-kuragini chiqaryapti. Ikkinchisi.
ikkinchisi. Aha. Uchinchisi ham mana shu 6-kuraklarni chiqaryapti. Narigi 3ta to'liq 8 kurak. Tishlar bosmaydi. Bu narxlarni nomeri yozib qo'yaman, so'rashib telefon bilan. Kelishamiz narxlar. Bo'ldi. Nomerlarni qota aytib bersizmi aka? 50 105 35 85. Akalar telefon nomerlari aka. Xudo xolasa behijolat. Akalar hozircha narigi tomonga ko'rsatavering mollarni. Narigi mollarni. Bo'ldi, xo'p aka, xo'p bo'ladi. Nasi shu bo'ladi aka. Akalar, faqat ko'rsatib o'tdik. Xudo xolasa qilay yana. Sutlari qanaqa bular sutlari? 12 litrdan 25 litrgacha mana akalar behijolat deyaptilar. Xudo xolasa. Bulasi bunday sharoit bormi menda? Bular aytsa. Menda yo'q. Molda bor. Molimizlarda bor akalar. Mani uyimda to'g'risi salma sharoitlar yo'q-da. Mollarimiz janolar yo'q, dashi zo'r. Bunaqasi uchramagan. Bunaqasi uchratmagan mollarni aslan mollardan bular hammasi. Tinim yo'q, tinim yo'q. Haligini oldim mana yana yeyapti hamda. Akalar bu mollar nima deyapti? Like bosib beringlar. Kommentariyada fikrlaring bo'lsa yozib, netib, oila qilib yozib bersalar, xudo xolasa behijolat qilib. Hali nima deydi? Javob qaytarishga harakat qilamiz. Ventilatorlar ishlayapti mana akalar. Bunaqasi bo'lmagan bo'lsa kerak, qolgan joyda. Turishlarni qarang. Bu mollar turishlarni. Qarang, turishlarni qarang. Xudo xolasa akalar, olgan odam baraka qiladi-da, xullas. Xudo xolasa hammasi zo'r chutki bo'ladi. Nomerlar yozib qo'ying, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa behijolat qilib olib chiqarib beramiz. Kommentariyada yozib qo'yamiz, xudo xolasa fikrlarni yozib qo'ying, kutib qolamiz. Akalar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xohlasa fikrlarni kommentariyada yozib qo'yasiz, javob qaytaramiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Namozlarni duo qilib turinglar. Biz to'g'risi yaqinda ish boshladik. Like bilan obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa kuchaysak, hammaga yordam qilamiz. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.